To'la avtomat korobka topib qo'ydim mexanikadan puliga. Videoni o'tkazib yubormay qo'ying, narxini oxirida aytaman. Mashinamiz avtomat korobka bo'ladi. Kraskasi mana shu kapotda qanotda bor, ichiga hech qanaqa o'tmagan, ichidan olib kelib ko'rsataman. Qarang holatini. Mana ustyutlariga o'tmagan, daji ko'ryapsiz, 1.5 motor, yangi akkumulyator, daji ABSgacha bor, kondisionergacha bor. Chista 4-paysi 600 mingdan oshiqroq yurgan, 600 mingdan. Motorlarni zo'r qilib qo'yilgan, hech qanaqa ishi yo'q. Motor korobka hadovoylarida Sassina juda ham tiniq turibdi. Yiliga nisbatan, probegiga nisbatan yaxshi mingan ekan. Ko'ryapsizmi, chexol, kovri hamma yo'g'i joyida turibdi. 4 ta yangidek saka diskasi bor. O'ziniki mana holat. Ko'ryapsiz holatini? Delfin svet deyshadi, o'zi bilasiz. Mana. Narxi $6800 dan tushib beraman deyapti. $6800 ga. Mexanikani puliga o'rtoqlar. Attamatan surishtirib ko'ring. Mexanikani ham 13-14 larda 7000, 6800 kam bor deyapti. Zato maza qilasiz. Avtomat korobka, gaz tormoz qilib yuraverasiz. Videoni ko'p to'g'ri tashab qo'yasizlar, kimga asqatib qoladi. $6800 dan o'tib beramiz, to'g'rimi aka? 6800 kam bor. Ozmoz sunnatiga anaqa bering aka. 7200 dan 6800 oxiri. Ha, oxiriga o'rtoqlar 6800. Aloqaga chiqaraverasizlar.